Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Teala hamdü sana, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge, ashab-ı kiramlarga, azvaj mutahharalarga durud salomlar bo'lsin. Biz o'tgangi darsda Imom Navaviy rahmatullohi alayhininki qarilarning adab qoidalarining kitobining 5-bobdan qarilarning adab qoidalari haqida to'xtalgan. Yani qarilar mayli o Kur'an o'qitadigan mudarris qari olsun yoki mudarris emas, o'zi Qur'onni yodda bilgan, bala o'qimaydigan qari olsun, shuning xos adab qoidalarini bayon qilgan Imom Navaviy rahmatullohi alayhi. Bugun shuning davomida İmam Navaviy rahmatullohi alayhi deydiki, Qur'onni takror qilib turish va unutib qolishdan hazar aylash. Sayyidista Abu Musa al-Ash'ari radhiyallohu anhu rivoyat qiluvdiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu Qur'onni takror qilib turinglar. Muhammadning jini ilkida bo'lgan zot bilan qasamki, u ya'ni Qur'on bog'lab qo'ygan tugidimmi bak qochqoqdir. Yani esidan tiz ko'tarilib ketadi degan. Davomli takror qilib turmasa, esidan ko'tarilib ketadi. Yani tugini misol qilishda, tugini arablar cho'ktirib qo'ysa, masalan bir yerga kirmoqchi yo tugimishlar nedilarni tuttursa, arabning romanning ustida bunda bir chambarak bor-ku. Buni aqal deydi. Aqal degan shu bog'lab tutib turgan narsa degan. Aqlmi shunga kelgan. Ya'ni sening nafsingni, butun vujudingni kontrol qilib, xato ish qilishdan bog'lab turgan narsa demakchi. Tugini bog'lab qo'ymoqchi bo'lsak, arab beshidagi chambarakni olib, cho'ktirib sizni shundan bog'lab qo'ydi. Sanki bu sizni bunda tuzlamaydi-da. Sanki qo'polmaydi bu. Lekin endi bu fursat topqa aslam ash qo'yib qaçsam deydi. Tugining tabiatida. Balki kalla olsa unda qaçmaslik mumkin. Qo'y kalla qaçmaydi. Lekin bu tuga bak qaçqaq. Shuna tugini misol qilgan. Yana Ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qiluvdiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Qur'on yodlagan kishi puti cho'shab qo'yilgan tugining egisiga o'xshaydi. Agar u tugidan xabar olib tursa, tutib tura oladi. Tashlab etsa, qochib ketadi degan. Yuqorqi hadisga o'xshash. Shu Qur'onni qarilar har kunda 5 bardan o'qib tursa, unutib qolmaydi. Agar 5 bardan oz o'qisa va bu bir necha yil davomlashsa, astin ko'tarilishga qarab ma'lum. Yana Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan zaif sanad bilan rivoyat qilindiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ummatimning yaxshi amallarining hammasi oldimga qo'yildi. Hatto biraylar masjiddan elib chiqib tashlayotgan biror tal axlatni ko'rdim. Ularning gunohlarimi oldimga qo'yildi. Biror sura yoki biror oyatni yodlashga muvaffaq qilinsa, uni unutib qolgan kishining gunohidanmi cho'ng gunohni ko'rmadim degan. Bu hadis sanad zaif bo'lgan, mazmun to'g'ri bo'lishi mumkin. Masalan, masjidda biz namoz o'qilga kirsak, bunda bir axlat ushirdi deylar. Buni qachsa edib, yani chiqimini silib, echkitini namozdan keyin talaga tashlatamiz. Bu yaxshi amallarning bir misoli. Hamda biror sura yoki oyatni yodlab, buni unutib qolish bo'lsa, bu eng cho'ng gunoh deydi. Eng cho'ng gunoh bo'lmasi mumkin, chunki Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan gunohlarning cho'ngi qaysi desa, Alloh shirk keltirish, odam o'ldirish, ata-onani qaqshitish, yetimning haqqini yeylash deb bunda cho'ng gunohning eng cho'nglarini sanab bergan. Bu cho'ng gunohning ichida bu yo'q. Balki endi bu qaysini ko'z tutgan bo'lishi mumkin? Yodlagan degani biz Qur'onni yodlasak, biz uni amal qilib maqtiqda. Keyin ham o'qimaydigan, ham amalni qilmaydigan tashvisi o'chal bu endi ig'ir bo'lishi mumkin. Yana Sa'd ibn Ubada radhiyallohu anhu deydiki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kimki Qur'onni yodlab keyin unutib qolsa, qiyomat kuni Allohning huzuriga qo'l barmoqlari kesiltilgan holatda bordi degan. Bu zaif hadis, lekin mazmuni baytin degandek. Biz buning ostiga bunda izohat bergan. Imom Ibn Hajar rahimahulloh Fathul Barida deydiki, Imom Qurtubi mundaq degan. Qur'onni to'liq yoki bir qismini yodlagan kishining martabasi yodlagan kishilarga qaraganda yuqori bo'ladi. Shunga buningga sal qarab qo'ldan berib qo'ygan kishi jazolanishga tegishlidir. Chunki Qur'onni takrorlab turmasligi ilgirki ilmsizlikka qaytishga elib boradi. Ilmdan keyin ilmsizlikka qaytish qattiq ayibdir. Ba'zi ulamolar hadisda ayblangan unutib qolishdan amal qilmaslik ko'z tutiladi deb qaraydi. Ibn Abdulbar al-Istizkar degan kitobda Qur'onni unutib qolish deganlik uningga amal qilmaslikni ko'rsatadi. Qur'onni esida mahkam saqlovchi bar turib, esidan chiqib ketgan bo'lsa, Qur'onni halol haromlarga amal qilgan bo'lsa, Qur'onni unutib qolgan kishilar qatoridan bo'lmaydi deydi.
Mesela Kur'an'ın sürünü yadaldı. Lekin bunu başka hayatın meşgulat, elekçilik, turmuda yatqanlık, lagerda yatqanlık saati unutup kaldı mı? Unutup kaldı ki, lekin bu keyin çıkan çağda qayta adamımızın Kur'an qarab davamlı o'qib tursa va uning mazmunini amal qilsa, Kur'anni tashlarkan bo'lmaydi. Shayton shunda qo'rqitishi mumkin. Sen bu Kur'an'dan 10 par 15 par yodlasan, keyin unutib qolsang ishing chataqkan, shunga boshda yodlamaylan bu o'zingni xatarga yo'liqtirma deb shayton qanday qiladi? Uni aytayliqa, bu shay dismani saymanda disva diqqat qildi, ko'ngan shaklda vasvas soldan, ozdirdan. Bundan keyin unutib qolsa chataqkan bo'ldi, yodlamay qo'yay deb azidı. Ameliyatda yodlab nima berish lozim? Nima berib, takrorlash qilishga tirishib, shu jarayon nurg'un qatim o'qiydi. Har bir harf o'qigan chog'da jannatga martabasi o'rlab mangdi. O'qish bilan Allohni zikr qilgan bo'ldi. O'qish bilan amal qildi unga. Shu buni tashlab qo'ymaslik kerak. Kundalik tilovat vazifasini uxlab qilib o'qiy olmagan kishining ahvoli. Tilovat vazifasiga nima? Buni o'qish jarayonida ma'nosi o'rganishi mumkin. Endi ilgirkilar qanday qildi? Ilgirkilar arab bo'lgan ekan, ma'nosini tushunib, ahkamlarini o'rganib, unda yodlaydi. Aslida qarining shunday yoltish lozim. Ya'ni masalan o'qiyotgan Qur'on, hozir buning ma'nosi ma'vo deb o'tib mangdiga ishtibatda. Hozir shu zotdak yodlatib bilan, qachalab bilan qari chiqadigan ahvoli bor. Demak, ashuna hech bo'lmasa, masalan davomlarni Uyg'ur sanisini o'qigach, o'zining mana bu oyat degan mazmunda deb bunda bir odamning bilgisi keldi-ku. Hozir tarjimasi, tafsirlar tayyorba, telefondan chiqadi. Uni o'qimasa, bular. Endi uning ma'nosini o'rganish o farz ayinning qatoriga ish. Ya'ni sen islom e'tiqodingni, İslam ahkamlarını öğrenişin gerek de. Ondan iken şu yadlagan Kur'an'ın hiç bo'lmasa ma'nolarini şu öğrenilmesi gerek. Ya ustazni tutib o'qiydi yoki Kur'an'ning tarjimasini qarab turib, tafsirini qarab turib öğrenilishi lozim shuni. Ham tilovat vazifasi degan nima? Tilovat vazifasi degan sahoba kiramlar har kunda o'ziga vazifa qilib oldi. Masalan, men Kur'anni 3 kunda bir tamom qilaman, 7 kunda bir tamom qilaman. Oyda bir tamom qilaman. Biz hozir kunda bir para, oyda bir tamom qilaman desak, bizning vazifamiz bir para. Buni wird deb ataydi. Ama tasavvuf ahli bor-ku, wird. Zikrda vazifa qilsa bu wird bo'ldi. Qur'on tilovatdan vazifa qilyapsa bu wird bo'ldi. Kundalik tilovat vazifasini uxlab qilib o'qiy olmagan kishining ahvoli. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu deydi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kimki Qur'ondan kechida o'qiydigan vazifasini, mayli yada o'qisin, mayli Qur'on qarab o'qisin, yoki namozda turib o'qisin, qiyomda turib. Ayda vazifa qilgan bo'lsa, kechida o'qiydigan vazifasini yoki uning bir qismini uxlab qilib o'qiy olmagan bo'lsa, masalan charchab ketdi, uyqu bosib ketdi, uxildi, bomdat qopdi, kechida o'qiyolmadi uni. Uni bomdat namozi bilan peshin namozi oralig'ida o'qib olsa, xuddi kechida o'qigandeklar savob yozildi degan. Kechida masalan o'qiganmidi, atsa peshin qadar o'qib olsa bo'ldi. Sulaymon ibn Yasar rahimahulloh deydi-ki, Ebu Usayd radhiyallohu anhu mundaq degan. Ebu Usayd shu Badr g'azotida qatnashgan sahoba kiramlar. Men bir kecha tong atqucha uxlab qilib, kechilik Qur'on vazifamni o'qiy olmadim. Tong atganda uyg'onib, inna lillahi va inna ilayhi rajiun. Biz albatta Allah'ın bandalarımız, çokum Allah'ın dargohiga qaytimiz dedim. Mening shu kissa o'qiydigan vazifam Baqara surasi edi. Shu kissa bir kala meni usib tush ko'rgan edi. Ya'ni xuddi shu kuni shu vazifasini o'qiyolmaganligiga ya tashlab sog'anligiga qarta topimalamat mazmunni bildirgan bir tush ko'ribdi. İbn Abi Dunya rahimahullohning bir qariydan rivoyat qilishicha, bu bir kishi uxlab qilib Qur'ondan o'qiydigan vazifasida o'qiyolmabdi. Shuning bilan tushida birisi unga mundaq da'vat qildi. Aqli kota, putquli sog'lom, tong atguncha uxlamsan yigit, hujum qilsa o'lim kechida xotirjamman demsan hey ist. 6. bab. Qira'atning adab qoidalari. Yuqorqi babda biz qarining, o'qituvchining, o'rganguvchining adab qoidalarini bayon qilgan. Endi qira'atning adab qoidalari, mana tajvidga, ulumul Qur'onga aloqador qismi. Sal ichiga sho'ng'ib kirdik mana. Qur'on tadqiqoti, Qur'onni Allohning kitobini o'rganish mana. Bu bab mazkur kitobning eng muhim qismi va uni yozishga muhim maqsadlardan biridir. Tilovatning adab qoidalari to'limi ko'p. Lekin men bu kitobning hajmining cho'ng bo'lib ketmasligi va o'qirmonlarning zerikib qolmasligi uchun adab qoidalarining ma'lum bir qismiga ishorat qilib o'taman. Bu adablarning eng muhimi biz ilgari so'zlab o'tganimizdek ixlosga va Qur'on adablariga rioya qilishdir.
İmam Nevevi rahmetullahi aleyhi hazır edep qaidini başlashdan ilgari shu ul asos bo'lgan muhim nuqtani ta'kidladi. Ya'ni bu ixlos bo'lishi kerak. Qur'on o'quvchi o'zining Alloh bilan sirdishayotganligini esidan chiqarib qo'ymasligi, Allohni ko'rib turayotganda Qur'on o'qishi lozim. Chunki u Allohni ko'rmagan bilan Allohni ko'rib turdi. Ya'ni maqom al-muraqaba deymiz. Muraqabat maqomida o'qish lozim. Qur'on tilovat qilish uchun misvak ishlatish mustahabdir. Bumi Qur'on tilovat qilishga hozirlik qilishdagi adab qoida. Qur'on o'qimoqchi bo'lgan kishi og'zini misvak yoki boshqa narsalar bilan pokizlanishi lozim. Eng yaxshi misvak arak. Hozir biz Saudiya Arabistonda kelib ishlatilgan misvak bor. Arak shayxining shuni kesilgan bir parcha, barmoqdek bo'ldi. Arak yog'ichidan qilinganidir. Eng yaxshi shu. Tibbiy jihatdan isbotlangan shu. Qo'daydigan, mikrobdan tozlaydigan, pokizlaydigan, xushpurak qiladigan endi alaylik bor. Shundaqla yirikroq. Yirikroq degan nima? Masalan, misvak yo'q hozir. Bizning tish cho'tkamiz yo'q. Shunda bir o'rinda biz Qur'onni o'qimoqchi bo'lsak, qanday qilamiz? Masalan, tomoq yedik, nima qildik? Og'izni tozalash, tishni tozalash va misvakning o'rnida shu adab qoida qilish uchun, masalan, qo'l yog'liqning bir parchasi, lo'ngidek nima bilan uni surtib tozalasak bo'ldi. Yirikroq degan qattiqroq raq bo'lsa, u hech bo'lmasa 50% tozalay oladi. Ushlan shexi. Bu bir xil daraxtning shexi. Meyitni yuyib tarashda, sopun o'rnida ishlatilgan bir o'simlik. Buning tozalash roli bor. Buya yiltizi, chuchu buya. Bu arabcha irq so'z deydi. Qansiq bir sharbati bor. Tibobatda nihoyatda foydali deydi. Shuning undan shexini uni ishlatsin bo'ldi. Yoki majnun tanlan shexi, yo jigdining shexi kesib, yumshatib, cho'tki shaklida ishlatsak. Ya'ni bu odatda shu misvak yo tish cho'tkisi topolmagan odamlarga nisbatan da'atdir. Hozir topdim olsa ham bu. Ham dehqonlar etiz ish qilib qarasa u yerda tish cho'tkisini olib kelmagan, qanday qilgan shaqdan kesib bilan qattida tozlik qildi. Ya'ni bu pokizlikqa shunda ahamiyat bildirgan. Maqsad pokizlash. U nim bilan bo'z bo'ldi. Hozir ham tish pastasi, tish cho'tkisi degandek narsalar fluorid bilan tozlaydi. Endi uning ba'zida hozir sun'iy bilan ziyonliklari bor bunisi. Masalan, shu fluorid nima? Bak ziyonlik deydi. Hozir tish pastasi shika bilan fluorid bor, ziyonlik deydi. Buya yiltizi degandek tish tozlaydigan narsalar bilan misvaklashmi joizdir. Tishni yirik barmoqlar bilan yuysa sunnatni ado qilgan bo'lamdi. Yirik barmoq degan nima? Bu sizning barmoqdek yumshoq barmoq emas. Dehqonning katman chepib Acaba şunda kapırıp ketken qattiq barmoqlar bor. Mesela şu padichi masalan. Yoki etizlikdagi dehqon shax topolmadi, etizlik rejimi yo'q. Qanday qildi barmoqqa qattiqroq bo'lsa, shunda qilib suv bilan chaqirdi-ku. Buni 50% pokizlaydi turtida. Kerak bo'lgandan keyin. Tishni barmoqlar bilan yursa sunnatni ado qilgan bo'lamdi. Bu masala Shafiy mazhab ulamolar orasida 3 xil qarash bor edi. Buni ulamolar tadqiq qilgan bu. Sunnatni ado qilgan bo'lmaydi, bu eng mashhur qarash. Ikkinchisi ado qilgan bo'ladi. Uchinchisi boshqa narsa topolsa ado qilgan bo'ldi, topolmasa ado qilgan bo'lmaydi. Albatta boshqa narsa topolmagan chog'da yoki masalan, sizning tish cho'tkalar uyda bo'lsa, tartilibga o'yga chiqib, ichirib qiyg'icha yo boshqa birlar tartilibga uni saqlab turuvchi, qachchida barmoqlar chaqitib bilan turadi o'qigan. Sharoitni qarab degan gap. Misvak deganda og'izning o'ng tarafidan boshlab to'g'risiga misvaklaydi. Misvakni bunda tutib, o'ng tarafidan sol tarafga bunda, astidan ustiga emas. Va sunnatni ado qilayotganligini niyat qiladi. Endi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning kelgan hadislarda qarasam, to'g'risiga misvaklaydi debmi kelgan. Balkim shuni asos qilgan bo'lishi mumkin. Yoki tishga ziyon bo'lmaslikni ko'rsatgan bo'ladi. Chunki bunda misvak qilgan taqdirda tishni qon tutgan, millikni qon tutib qoldi. Va sunnatni ado qilayotganligini niyat qiladi deydi. Bu muhim nuqta. Masalan, biz misvakni sunnat deb ishlatamiz, shundami? Sunnatga rioya qilmaydigan, uning bilan hech qanday ish yo'q. Biraylarga doktor sizning mushunimizga misvak foyda qildi. Siz 3 vaqt misvak ishlatgan degan bo'lsa, bu men davolash uchun qilaman degan niyat bilan qildi-ku. Savob yo'q uningda. Lekin ma'noda bizda Payg'ambar agishish fazilatiga erishgan. Masalan, ro'za tutishni. Ro'za tutishni biz ibodat deb tutamiz-ku. Ba'zilar doktor siz ro'za tuting, yo qon kesilga, yo qon besimiga, ma'noga ro'za tutsangiz yo urug'laysiz, ma foyda qildi degan bo'lsa, bu ibodat deb ro'za tutmaydi. Davolanish uchun tutadi. Unda Allohdan savob kutish bo'lmaydi.
Bazı Şafii mezhep ulemaları misvaklığında Allahümme barik li fihi ya erhamer rahimin. Ey Allah bana onu bereket ata kılgın, ey rahim kılgıçılarının en rahimliki deydi degan. Her bir işte bir münasip dua kılsan buldu deganlar bunlar depar. Bunda çokum bunda dua kıl, yamanda kıl sünnet degan gap yok. Şafii ulemalardan Mavardi, İmam Mavardi, Şafii mezhepteki çok alimler. Yani bizden şu Mahmud Kaşgari, Yusuf Hazzaj bilan bir zamanda yaşagan. 11. asırda. Yoki Hijriyaning 5. asırda. Yani 1050-yillarda tugab ketgan deymiz biz. Iroq tarafda yashagan ulamo. O'zi basirlik. Buning vastan Şafii mazhabimizda 20 tomliq kitib bor. Al-Haviyda. Şafii mazhab fiqhida 20 tomliq kitib. Qutatqubilikka o'xshash davlatni qanday tutish, siyosat qilish, raiyat bilan podshohning munosabati degan nimada ministerlik qonuni degan kitib bor. Ahkamus sultoniya kitoblar bor. Biz şu nimedimi? Aspiranlıkta şu muzarabat ahkamını şu İmam Mavardi'nin kitabını oku. El-Havi degan kitap, belki 20 tom kitap. Şu anda şu mudaraba kısmını oku. Mudaraba kısmı bir kitap buldu. Yani bizden ustazımız bu İmam Mavardi. Belki şu Yusuf Hassaj, Mahmud Kaşgari uçarışkan bu. Şu yerde, şu çağılda yaşayan bu açık. İmam Mavardi'nin çişlerinin içi, teşi ve uç taraflarını ezik çişlerinin üstünü tamakça yenik misvaklaş müstehaptır degan. Yani kesik çişler. Yani bu kesik çişler degan ezik çişten başka mesela oldidagi, yandagi qo'z çişten de çişlememizden ismi var aslında. Uyg'urcha bo'lish kerak. Mesela aql çiş deymiz, ezik çiş deymiz, oldi çiş deymiz. Yandikini magan çiş deyishimiz mumkin. Ayolda da magan çiş oldu. Ya biz insanda qo'z çiş deyishimiz mumkin. Çişçini bildi bunu. Baş çişini, iç teşi, içini ve teşini, üç tarafını, ezik çişlerinin üstünü. Bu o yerga yetmez mümkün. Tamak kıçarıydı. Üst tarafının tamak deyimiz o. Goş. Boşluk. Duvar üstü, tor üstü. Şuraya kadar misvaklaydı demekçi. Ay misvakla müstehap dedi. Yaxşı. Yani toluk tazlan demekçi. Ular yana, yani Şafii ulamalar deydi ki misvaklaganda bek quruqma emas, bek hülme emas, normal yağaç bilan misvaklash. Yani yağaç deganda arak va boshqa bu yiltizi degandek. Agar bek quruq bo'lib ketsa, suv bilan yumishtish lozim. Chunki qon tutadi. Başkalarının misvakini so'rab ishlatsa hech qisi yo'q deydi. Mesela hozir buni kishilarning aqliyati, zehni qat qabul qilmasi mumkin. Boshqaning ishlatgan cho'tkisini ishlasak bo'lmaydi. Lekin endi boshqasidan deganimizda masalan bolasining, ayolining, yaqinlarininkini ishlasa bo'ldi. Ya pokiz yuvitilgan cho'tka o'z boshqaning ishlasa bo'ldi. Yuvayotganni pokizlaydi. Bu endi zo'rut topilganda, u davomli unda ishlatmaymiz. Zo'rut topilgan chaqda masalan og'zini obdan bir cho'tkalab yuvayotmasa bo'lmaydigan ahvolda, masalan go'sht yegan, beliq yegan, puraydigan tomoq yegan, samsak, shu chaqda cho'tka zo'rul bo'lib qoldi. Qarasak o'zimizniki yo'q, ochida o'zikilninkini, bolalarimizniki ishlatak bo'ldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Hazrati Ayshaning aksining misvakini ishlatgan. Ay vafot bo'lgan chaqda, shu behushmanda yotgan chaqda gap qilolmaydigan chaqda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam misvakni davomli misvak ishlatdi. Etir ishlatdi. Necha ming dollarlik etir ana shu chaqdan etir. Hozir masalan nurg'a iqtisodlik odamlar bor, u necha ming dollarlik etir ishlatmaydi. 20 dollarlik, 50 dollarlikni ishlatishi mumkin. Lekin payg'ambar shu mushkambar etirini ishlatdi. Mushkambar etirmi hozirmi qimmat? Hozirmi shunda qimmat. Davomli xushbiroq holat turish qolaydi. Shu davomli misvaklab turibdi. Og'rib yetib qolgan chaqda misvaklayolmay Ayshaning aksi Abdurrahman chegan chaqda da sharat qilibdi. Misvakni ekappa degani tushunib Hazrat Aysha g'aj elblam sal qattiq ekan deb og'zida yumshtib, ondan nimasiman cho'tkalab qo'ygan deydi. Shakratda ketgan vaqt. Agar eg'iz qon qatorliq napak narsalar bilan bulg'angan bo'lsa, uni yuvatmay turib Qur'on o'qish makruhdir. Mesela ağzı kanıp gitti, tilini çişlep saldı. Ağzı kanadı o. Kanadan diken çak ötep, bunun diken. Tara sunu da o da, yani tara da şu ayrı mesele. Haram değişik bulamdı o. Yani ağızda kan bağ halette, kan necaset, kan bağ halette Kur'an okusa haram değişik bulamdı o. Şafii ulemalardan Ruyani atısidin bu meselede iki xil ihtimallılık qarash barlığını rivayet kılıyor. Yani haram ya ki haram emasken iki xil qarash var. İmam Ruyani mu del şu çağdaki şu İmam Mavardi, İmam Mahmud Kaşgari, İmam Yusuf Hassaj bilan bir zamanda şu ulema. Bular qazi endi, o'sha Neysabur qazi bo'lgan. Buning mu shunda Şafii mazhabda 16 tom qilgan cho'ng kitib bor.
Belki İmam Mavardi bilen besleşip yazgan mı onda? Acı kim tom yazgan mı? 16 tom yazgan. Qazi bula. Mavardi mi qazi? Royani mi qazi? Şuna Şafii mezhepte iki qazi bunda qaraydi. İki qazi degan bir atalgı var. İki qazi dese kim maksat? İmam Royani bilen İmam Mavardi maksat. Birlam davrida shu ikkisi qazi bo'lganmi? Bir davrda shu qazi başlayacaqdimi, unda qazi neçisi bor. Lekin ma mazhabni butun bunda jug'lab tadqiq qilib kitob yozgan bo'lg'achqa buni alohida qarashlar bor. Bu masalada biz ma Şafii mazhabda bunda qarash bor. Biz ma'ni tanlaymiz deb alohida bir muayyanlashtirish bo'lg'achqa ikki qazi mamasini bunda qaraydi, ikki qazi kim desa Mavardi bilan Ro'yani. Mavardi degan gul suyi degan gap. Bu Basrda gül suyu satılgan ailede tulgan boğaçka gül suyuçi deyin de kep Mavardi deyin. Ruyan degan şu Nisabırga yakın bir şey. Taharisiz Kur'an o'qishning hukmi. Tutish emas bu. O'qish. Taharat bilan Kur'an o'qish mustahabdir. Yani mustahab deganda nimani tushunmas? Taharisiz o'qisang bo'ldi degan. Taharat bilan o'qish texmi yaxshi. Agar taharatsiz o'qisa, bütün musulmonlar birdek joiz deb qaraydi. Mesela bizim tartımız yok. Kur'an'da mesela atayna kel kevser yaqulu Allah deb o'qidik desek joiz mi? Çatak. Tartib kirib o'qish afzal. Bu haqda kelgan hadislar nihoyat ko'p va hammaga ma'lumdir. İmam Nasai va İmam Ahmad qatorliqlar Ali roziyallohu anhu rivoyat qilgan Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam tahorat sundirib bo'lib Qur'on o'qiydi. Va biz bilan birga go'sht yeydi. Junublikdan başka narsa o zaten Kur'an okuştan tosmaydı degan hadis. Yani şu hadisler cümlesidir. Yani o hadisler malum boğaçka. Bu çağda kitap okuyduğunluğun ayeti seviyelik boğaçka. Sizler bilisler deb bunda ötep ketgan. Yani hazır biz bilmegechke aslında ataytın bunu ekep koydu. İki aramdan imamı Cüveyni rahimullah deydi ki bu kim? Bu dal şu Mahmud Kaşgari zamanında yaşayan Neysaburluk alim. İmam Gazali'nin ustazı. Usulşünas, fakih, katta alim. Şafii mezhebinde çok alim. İmam Gazali'nin ustazı. İşte Eren'in imamı değil işte. Nisabur'dan kilip Mekke'de 4 yıl, Medine'de 5 yıl turup, ondan Nisabur qaytib, Nizamul Mulk vezir Nizamiye medresesine seppademiş o. Seppaganda muşu tutkan. Tutkanki bu ölüp ketgandan keyin öleş aldı da İmam Gazali'ni müdür qilib tayinlab qo'ydi. Nizamiye medresesiga. Tarixi Kur'an o'qigan kishini makruh ish qildi degil bo'lmaydi. Afzalni tutmadi deymiz, lekin makruh ish emas. Balki u afzal ishni tark etgan bo'ladi. Agar suv topolmasa, tayammum qilsa bo'ladi. Xun kesilib gaptar bo'lgan ayolning poklik muddatidagi hukmi tarixsiz kishining hukmiga o'xshaydi. Bu nima gap? Xun kesilib bu hayz ya oylik odat emas. Xun kesilgan nima? Buni istihaza deymiz. Istihaza. Mesela ayollar her ayda 4 gün, 5 gün, 6 gün degandek 4-5 gün adet gördü. Şuna mı? Yani bu adet her ayda şunç gün buludu adet. Bu ayarlı buludu. Hem de turuplan o 4 gün adet görüyordu. 10 gündek mesela toxtumaydı kaçma. 4 günden aşkının buldu. Hazır mahkun kesilgen istihaz oldu. Ondan sonra 4 gün tüküdü ma. Tügen çağda bu ayal jünop namaz okuyordu. İri yakın kesip oldu. Kan kilovatı lekin. Adet tüküdü. Adetçi ama tumudun çıkan kan kilovatı hazır. Tumunun kanı baliyat kunun kanı emas. Daha bu hazır istihaze. Mesela toxtumayı bunu akıdığan. Yel toxtumaydan kişiler var özürlük. Bunu toxtumayı kana turduğan kişiler var. Bunu kanda akıldı o. Değerli şu nimge okşaş. Hun kesi giriptar bu ayalının paklik muddetideki deydi. 4 gün adet gördükken bu adı 10 gün gitti davamlaştı. 4 gün tügende jündipti cenabetten kutuldu ma. Hem de normal olarak toxtumayı tarih sunuş meselesi olup kaldı. Tarih tuğmaslık değil. Yani tövbe saat içinde fakat kemmep tukan. Paklik muddeti ma var. Hun kesili ayalının paklik muddeti ingem var. Bu çağda bu ayal kanda kıldı o. Xuddi tarih yok adamdek. Her kişi olsa. Tarih yok her kişidek lan okusu bulardı. Tarih tamam okusu buldun mu? Ama Cunup diyen kanada. Cunup mesela aslında biz izahla koyduk. İhtilam boğan, şeytan atlagan deyimiz. İhtilam boğan. Yani tuş görgen değil. Tuş göre sebebidin. Ya ki ananizm, ya ki ayalıyla birli boğanlıktı. Meni çıkıdı, sperma çıkıdı. Ya ki ananizm çıktı. Ya ki ayalıyla birli oldu. Meni çıksın, çıkmışsın. Bu adam cunup değil. Yani cunup deyin gap, sen bu halatta mama iştin jirak turuşun lazım. Özağını çetki tartılgan adam deyin gap. İşte bu deyimiz o. Zinadın jirak turanlar, araqtın jirak turanlar degendek bu bazı emel ibadetine kılanmay onda jirak turduğun özünü çetki aldığın kişi deyin gap.
Yani bu adamın juyunish vacib hozir. G'usl vacib bo'ldi deymiz. Va hayzdarmi junubga o'xshash ko'pincha ahkamlar. Bu hozir darhol Qur'onni tutib masalan namoz o'qib qilmaydi, ro'za tutmaydi. Farz kishining hukmiga o'xshaydi va hayzdarning Qur'on o'qishi birla oyat yoki uningdan oz o'qigan taqdirdami o'xshashlar haromdir. Ma bir qarash. Yani junub kishi junubgacha bir oyat Qur'on o'qisa bo'lmaydi. Azizdam shunday deydi. Undaqlar Qur'onni ovoz chiqarmay ishida o'qisa, Qur'onga qarasa durustdir. Masalan, Qur'onni eshitadi bo'lsa, boshqalar eshitadi. Og'zini midilatmay ko'zida. Buna qarab ishida o'qisa bo'ldi deydi. Endi ovoz chiqarib o'qisa bu tilovat qilgan bo'ldi. Ishida ko'z yugurtish bo'ldi. Undaqlar Qur'onni ovoz chiqarmay ishida o'qisa, Qur'onga qarasa durustdir. Barliq musulmonlar junub va hayzdarning tasbih tahlil aytishining, alhamdulillah deyishining, takbir aytishining, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga durud aytishi va boshqa zikrlarni o'qishining durust ekanligida birlikka kelgan. Yani junub kishi ya hayzdar subhanalloh, la ilaha illalloh, Allohu akbar va lillahil hamd degandek zikrni qilsa bo'ldi deydi. Ovoz chiqarib qilsa bo'ldi. Peygamber her kanda ahvalda Allah'ın zikir kılıp dururdu de Hazreti Ayşe rivayet kılıyor. Kâne ezkurullaha ala kulli ahyani. Şafii ulemalarımız, yani bunun da bazı karaş okşamaslık var. Bazı mezhebinde farklılık karşı mümkün. Şafii ulemalarımız junub ya gezler birer kişiye hudil kitabe bi kuvve. Kitabını tirişip okuyan. Mesela ya Yahya hudil kitabe bi kuvve dedi o. Ya ki musibet gelse inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz elbette Allah'ın bandalarımız, çokum Allah'ın dergahına qaytımız degan ayetlerini yoki shunga o'xshagan ayetlerini Qur'on tilovat qilishni maqsad qilmasdan o'qisa durust bo'ladi degan. Ya'ni innamal a'malu binniyat. Amallar niyatga bog'liq-ku. Qur'onning oyatlari bu. Allazina idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ya Yahya khudil kitaba biquwwa. Mesela Bismillahirrahmanirrahim shu. Ayetning bir qismi bor. Junub va hayzdar Qur'on o'qish shaklida, Qur'on o'qishni maqsad qilmay, bayatdan qilgan dua yoki oldida Yahya ismli bir talib bor ekan, o'quvchi. Ammo kitobni yaxshi o'qi demoqchi bo'lsa, ashuna debdi. Ya Yahya khudil kitaba biquwwa. Maktabni obdan tirishib o'qi degan ma'noda. Yoki oldida masalan Musa ismli bir ayollar bor ekan. Ya Musa dedi. Qur'on bormi? Ya İbrahim dedi. Bu Kur'an o'qigan bilan bo'lsa, yo'q, odatda bir gap qilmoqchi, tilovat qilmoqchi emas deymiz. Niyatida shunday. Undan keyin Qur'on tilovat qilishni maqsad qilmay, udul kasamaydi. Hatto masalan, Hanifi mazhab ulamolaridan Fatihani, Ayatul Kursini, Qul a'udhu birabbil falaqni duo sifatida o'qisa bo'ldi deydilar. Ehdinas siratal mustaqim. Bizni to'g'ri yo'lga boshlagan deb duo bor. Qul a'udhu birabbil falaq va nas shu ayet kelgan duoni dua maqsad o'qisa bo'ldi deydi. Bizning Xurosonlik Şafii ulamolarimiz, Şafii mazhabda Xurosonlik olimlar, Bag'dodlik olimlar degan ikki qanot bor. Şafii ulamolarimiz junub va hayzdar Qur'on tilovat qilishni maqsad qilmasdan uloq minganda subhanallazi sakhkhara lana hada va ma kunna lahu muqrinin. Bizga buni bo'ysundib bergan zot pokdir, biz uning qodir emas edik degan oyatni o'qisa, duada Rabbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azaban nar. Ey Rabbimiz bizga dunyoda yaxshilik ato qilgan, oxiratda ham yaxshilik ato qilgan, bizni do'zax azobidan saqlagan degan oyatni o'qisa durust bo'ladi degan. Ya'ni duo maqsadi o'qisa bo'ldi degan. Hanifi mazhabdan bu qarashlar. İmam Cüvayni deydi-ki, agar junub kishi tilovat niyatida bismillah yoki alhamdulillah desa gunohkor bo'ladi. Tilovat maqsadida, biz baytin zikr maqsadida bo'ladi degan. Shunama tilovat maqsadida deb qolsa, bu oyatda kelgan so'z bo'lgan ekan, Qur'on o'qigan niyatda o'qsa gunohkor bo'ladi. Zikr niyat qilgan bo'lsa gunohkor bo'lmaydi. Biz yuqori degandek. Eş-şeyhu ve şeyhatu farcumuhuma elbette. Uylangan er çokan bilan zina qilsa, er mu ayol mu bir qatim to'y qilib bo'lganlar bo'lsa, farcumuhuma elbette. Un cho'qim chama kesa qilinlar degan burun oyat batimish oyat. Keyin bu oyatni tilovatini amaldan qoldirib, hukmi qilib qolgan. Ya'ni hukmi ijro qilinmagan. Nima uchun bu tilovat amaldan qoldirib hukmi qoladi, tilovatmi hukmi amaldan qoldirildi? Bu hamda biz bu usul fiqhida, shariatshunoslikda tadqiq qilgan mavzular bu. Alloh taolaning bunda nima qilishilar nurg'un hikmatlar bor. Shunga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam chamma kesa qilishni davlat rais sifatida ijro qilib mangan. Ya'ni hukm bor. Lekin tilovatda bu amaldan qoldirdi. Chunki tilovat degan masalan bu davomli tilovat qilinib turadigan,
ilahi kalam sübütüde Kur'an mesela neç ton bulup geçse yadılap olamaya kaldığı aşmı bak o. Mesela nurgun nasıl babında sebep var. Muşu olsa emelden kaldırılgan ayetlerini okusa caizdir derdi. Ondan sonra bunun hazır emelden kaldırılgandan kin bu Kur'an ayeti mi emas mı? Kur'an ayeti diyen sübetini yokattı bu. Ondan sonra bu Kur'an okuyan kişi bulmagandiken bunu okuşular, bunu okusu buldu deydi. Kur'an okuş için teyemmüm kılış. Cünüp yoki hayızlar su tapalmagan vaqtda teyemmüm qilib Kur'an o'qisa, namoz o'qisa va boshqa ishlarni qilsa bo'ladi. Taati sunsa, tarisiz namoz o'qishi harom bo'ladi. Lekin Kur'an o'qish, masjidda o'ltirish qatorliq tarisiz kishiga harom bo'lmaydigan ishlar harom bo'lmaydi. Bu xuddi cünüp odamning g'usl qilib bo'lib tarit sundirganiga o'xshaydi. Cünüp hayizlar g'usl qilmoqchi. Su yok. Qanday qildi? Falam tajidu ma'an fatayammamu saydan tayyiba. Pak tuproqni tayammum qilganlar suv topamsan dedi. Tayammum g'uslning o'rnida bo'ldimi? Endi tayammum qilib bo'lgandan keyin taratni sundudi. Hajatxonasiga tarat sundudi. Bundan keyinchi bu tarti yo'q odamga o'xshash. Mana masjidda bizdan o'tirib zikr qilib chiqay desa, masjidchisi bo'ldi, o'ttasi bo'ldi, Qur'on o'qisa bo'ldi. Bu kishilardan mangdatib qo'ydigan va junub kishi namoz o'qisa bo'lmaydigan turuqli Qur'on o'qisa va masjidda zurriyasi o'ltirish bo'lamdi. Bu masala qanday tushunamiz deb so'raydigan masalalarning biridir. Ya'ni to'qanaqchi odamlar bor. Bu kishi junubmoqchi bo'libdi, suv topolmadi, tayammum qildi. Tayammum g'usl qilgandeklan bo'ldi, junublikda tugidi buni. Ham junub emas u. Adet kedemdek. Yani bu adam mescid o'ttasi bo'ldi, Qur'on o'qisa bo'ldi. Bu junub emas ki. Bunun tayammumini hisob qilmaganda bu junub odam junubgan tursa, qanday Qur'on o'qiydi, qanday masjidda o'tirdi, tayammum qildi, shu g'usl qilgan bilan o'xshash deymiz. Tarti yo'q, odatdagi pak kishiga o'xshash. Ha, junub kishi emas. Ularga bu masalani biz yuqorida bayon qilgandek tushundiganligimizni bildirmaymiz. Munosabatlik yana bir masala shuki, junub kishining yurt ichida turib tayammum qilishi bilan safar tayammum qilishi orasida farq yo'qdir. Mesela şehirde su to'xtab ketdi, urush oldu, su yo'q, G'azzada mesela hozir. Su yo'q, yoki barajlik su tugdi İstanbuldan, su yo'q. Pulg'imi setib olganmi su yo'q, qisilishib ketdi. Qanday qilamiz? Shahar ichidami tayammum qilamiz shu. Ba'zi Shafiy olimlari junub kishi yurt ichida tayammum qilsa, namoz o'qisa bo'ldi, ammo namozdan keyin Qur'on o'qisa yoki masjidda o'tirib bo'lmaydi deydi. To'g'risi biz ilgari deb o'tgandek namozdan keyin Qur'on o'qisa va masjidda o'tirsa bo'ladi o'chadagi. Tayammum qilib namoz o'tgan va Qur'on o'qigandan keyin suv topa olsa, g'usl qilish lozim. Junub yoki hayizlar suv topolmay tayammum qilib namoz o'tgan yoki Qur'on o'qigan bo'lsa, undan keyin tarat sunsa, yana bir farz namoz o'qish uchun yoki boshqa vazda yana tayammum qilmoqchi bo'lsa, Shafiy mazhabi kuchli qarashga asoslanganda uning Qur'on o'qishi harom bo'lmaydi. Chunki uning janobati tugagan tayammum bilan. Ba'zi Shafiy olimlar Qur'on o'qish durust emas degan. Ammo Shafiy mazhabining mashhur qarashi avvalgisidir. Ama junub kishi suvmi, tuproqmi topolmasa, o'z junub, suvmi yo'q, tuproqmi yo'q. Mesela mujzalni so'linib qoldi hozir. Tuproq yo'q, turbida suvmi yo'q. Yoki lagerda, turmida mahbus, yoki aynaklik bir binoda, chiniqishlik aynaklik bir binoda so'linib qoldi. Suvmi yo'q, tuproqmi yo'q. Buni faqidi tahurayn deydi arabcha. Namoz vaqtining hurmatini qilish uchun holiga yarasha namoz o'qiydi. Yani holiga yarasha shu holatda, shu turqi tartmi yo'q, tayammum yo'q. Fattakullah mastata'tum. Eğer namaz okumasa vakti ketadi-ku. Namaz bu bir Allah'ın zikr qilish usuli o'g'achqa. Aqim salat al-zikri. Namazda o'qiydi. Uning namozning sirtida Qur'on o'qishi, namozning ichida Fatihada ortiq qiroat qilishi harom bo'ldi. Namozning sirtida Qur'on o'qish bu junub bo'lganlikdan. Ma vaqtida ma'ni o'qimasang bo'lmaydigan vaqt belgisi yo'q. Undan keyin saqlaydi. Namoz o'qidi desak, namoz o'qigan chog'da Fatiha o'qish Fatihasiz namoz olmaydi degan hadis var. Bundan keyin Fatihani o'qiydi deydi Shafiy mazhab ulamolari. Yani bu mazhabda Fatihani o'qimaydi deydi. Yani Shafiy mazhabiga bayon qildi. Junubda Fatiha o'qish harammi? Bu masalada ikki xil qarash mavjud. Yani Shafiy mazhabining ichida ikki xil qarash bo'lishi kerakmi shunda? Kuchlik to'g'ri qarash harom emas, balki vojib. Chunki la salata illa bi Fatihatil kitob dedi-ku. Fatihasiz namoz olmaydi dedi. Çünkü Fatihasiz namoz o'qish durust bo'lmaydi. Junub bo'lgan zurriyat yuzasidan namoz o'qish durust bo'lgandek, namozda Fatihadan ortiq qiroat qilishmi durust bo'ladi. Fatihani o'qish vojib.
Fatiha'dan ortiqini xudo namozimiz zurriyatda o'qidik-ku. Zurriyat o'qishga Qur'onni namozning sirtidimi xohlagancha Qur'on o'qisak joiz bo'ldi deb. İkinci xil qarash Fatiha'dan ortiq qiroat qilish durust bo'lmaydi. Bu ikki qarash Habibimizning ikki qarash. İkinci qarash Fatiha'da ortiq qiroat qilish durust bo'lmaydi. Bu Qur'ondan hech narsani yodqa bilmaydigan, namozda qiroat qila olmaydiganlar o'qiydigan zikrlarni o'qiydi. Chunki g'usl qilishga suv, tayammum qilishga tuproq topolmagan bu junub kishi shar'iy jihatdan ojiz hisoblangachqa, haqiqiy ojiz kishiga o'xshash muomala qilindi. To'g'risi avval qarashdir. Mana ikkinchi qarashni to'g'ri emas. Yani ilgari qarash to'g'ri, yani namozning sirtida Qur'on o'qisa bo'ldi degan qarash. Yuqorida zo'r bo'lgan fiqhiy masalalarga qisqacha ishora qilib o'tdim. Tafsil bilmoqchi bo'lsangiz fiqh kitoblariga murojaat qiling deydi. Vallohu a'lam bis-savob. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.